Yaqinda mana shu orqamda turgan domdan 2 xonali kvartira sotuvga chiqargan edik. Ko'p kishi juda ham qiziqib so'rashdi. Chindan ham yaxshi dom, sifatli dom. Juda ham ko'pchilik so'rashdi, katta kvadratdagi kvartira yo'qmidi? Biz sizga topdik, obzor qilib beryapmiz. 3 xonalik 83 metr kvadratni tashkil etadigan 8 qavatli domning 6-qavatda joylashgan kvartiramizni qisqa video obzor qilib beramiz. Albatta ko'ring, narxini oxirida aytib o'taman. Xo'p, endi kvartiramizni ichki tuzilishi, planirovkasi bilan tanishib o'tamiz. Xonalarimiz hammasi alohida, gluxoy xonalarimiz yo'q. Kirib kelish eshigimiz bo'lyapti. Kvartiramizga kirib kelishimiz alohida sanuzlar. Keling, xonalarimizdan boshlaymiz. Bu birinchi xonamiz bo'lyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Balkoni bor. Bu yerda xohlasangiz yotoqxona sifatida yoki mehmonxona sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Aboylarimizga yorqin rangdagi mana bu gilamlarimizga e'tibor beramiz. Bu ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Kichikroq bo'lgani uchun buni yosh bolalar uchun yotoqxona qilib bersangiz ham bo'ladi yoki bolalaringiz ko'p bo'lsa, narigisini bolalar uchun, bunisini o'zingiz uchun yotoqxona sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, endi 3-xonamiz. Marhamat, kvartiramizning 3-xonasi. Bu ham kattaligi jihatdan birinchi xonamiz bilan bir xil. Xolasangiz mehmonxona, xolasangiz yotoqxona sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Buning ham balkoni bor. Kvartiramiz ideal planirovkaga ega, skvoznoy bo'lyapti. Ikki tomonga ham oynalarimiz chiqyapti. Bemalol konditsioner bo'lmasa ham derazalarni ochib qo'ysangiz, shamol o'zi bo'lib turadi. Mana bu esa uy bekalariga mansub keladigan oshxonamiz. Bu yerda kir yuvish mashinasi hamda xolodilnikka joy tashlab ketilgan. Bitta uy texnikadan bizda gazli plita, duxovkalarimiz bor. Vытяжка hamda duxkonturni kotyolimiz o'rnatilgan. Kvartiramizni issiqlik bilan ta'minlab beradi. Xo'p, kvartiramiz mana bu kafel bor joylar, ya'ni oshxonamiz, prixoshka hamda sanuzlarimiz teplый pol isitish tizimida, 3ta xonamiz esa radiator isitish tizimida isiydi. Va oxirida marhamat, alohida sanuzlarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r planirovka bo'lyapti. Bu yerda prixojniy mebellar qilib o'zingizga kiyimlaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Narxi 66500 deb aytilmoqda, albatta kelishtirib beriladi.